Xi Jinpingning raisligi qonunsiz. 13 mart Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Amerikadagi o'quvchilar birlashmasi Kommunist partiya doiralari asosiy qonunni ko'zur qilgan bilan biz Kommunist partiya hukumatining qonunliq ekanligini e'tirof qilmaymiz degan. Xabarda Amerikadagi Xitoy o'quvchilari va akademiklardan tashkillangan o'quvchilar birlashmasi 1998-yilda qurilganligi, mazkur uyushma Xitoyning demokratik bir davlat bo'lishini ilgari surish uchun faoliyat qiladiganligi, bir qism o'quvchilarning maktab qo'risiga Xi Jinping mening raisim emas deb yozilgan taxtaylarni esib qo'yganligi xabar qilindi. Xabarda o'quvchilar birlashmasining ijroiya raisi Chin Chuang Amerika ovozi muxbirining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning soxta vositalari bilan o'zgartgan asosiy qonunini e'tirof qilmaydiganligini, Kommunist partiya 60 necha yildan beri 5 qatim Xitoy asosiy qonunni o'zgartganligini, biror qatimmo xalqning ma'qulligidan o'tkazmaganligini bildirdi. Xitoyning Sharq Turkistondan chiqib ketadigan vaqti kelmadimi? 9 mart Tayvanda ta'sis qilingan Wang Shushi kanalida fojialik bir Xitoy Kommunist partiyasi tarafida turib, Xitoylarning manfaatini chiqish qilgan holda hozir Sharq Turkistonning portlash oldida turgan yonar tog' bo'lib qolganligini, Xitoyning har yili davlat mudofaasi va harbiy ishlarga ishiladigan umumiy chiqimi Sharq Turkistonning bexatarligiga qilgan chiqimdan oz ekanligini, Xitoyning Sharq Turkistonni saqlash uchun shuncha ko'p chiqim sarf qilganligini va Sharq Turkistonda bexatarlik ishlariga shuncha ko'p chiqim qilishida xalqaroga bildirmagan nurg'un sirlarning borligini, Xitoyning Uyg'urlarga besim ishiltib, Uyg'urlarni jenidan to'yg'izib qo'yayotganligini, hatto Xitoy fuqarolarining ishonchisidan qilayotganligini, vaziyat mushu holatga ketaversa, Sharq Turkiston pat arada qon dengiziga aylanib qolganligini, Xitoy Kommunist partiyasining Sharq Turkistondan chiqib ketadigan vaqtining kelib qolganligini bildirgan. Turkiyada Sharq Turkiston da'vosi jonlandi. Xitoyning vatanimizda elib berayotgan qattiq bostirishi bilan bir vaqtda chet ellarda Sharq Turkiston da'vosimi kun sari kuchaymoqda. Uyg'urlar eng ko'p yashaydigan davlatlarning biri bo'lgan Turkiyamizdami har qaysi tashkilotlarning birlashishi bilan Sharq Turkiston da'vosi jonlanmoqda. 4 mart kuni Alparan Ojoqlari va Sharq Turkiston tashkilotlar birligi birlikda Ayyub Sulton maydonida Sharq Turkiston qon yig'layotidi, sanmi bayrog'ingni elib kelgan shuari bilan faoliyat elib berildi va Uyg'ur xalqining Turkiyaning Afrinda elib berayotgan Zaytun shahri harbiy harakatini to'liq qo'llaydiganligini bildirishdi. Faoliyatga Sharq Turkiston xalqi va turk xalqidan bo'lib 500 dan ortiq kishi qatnashib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tunishtirildi. 6 martdan 8 martgacha 55 davlat va rayondan kelgan ayollar bilan birga yo'lga chiqqan 150 nafar Sharq Turkiston tashkilotlar birligi vakillari xonim-qizlarimiz İstanbul'dan Hatay chegarasigacha 5 cho'ng shaharda ayrim elib borgan faoliyatlarda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini muvaffaqiyatli tunishtirib, Turkiyadagi tashkilot hukumat o'rinlariga belgilik ta'sirlarni ko'rsatdi. 9 mart tushdan keyin Qaysaridagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan İstanbul, Qaysari shaharlaridan 500 ga yaqin Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz Turkiyaning Afrinda elib berayotgan Zaytun shahri harbiy harakatini qo'llash uchun yo'lga chiqib, Hatayda bir qator faoliyatlarni elib bordi. Shundaqla Turkiyadagi Sharq Turkiston xalqining Afrinda jang qilayotgan turk askarlari bilan birga ekanligini bildirishdi. Faoliyat jarayonida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli Turkiya rahbarlari, Turkiyadagi tashkilotlar va xalq orasida tunishtirilib, 11 mart qaytib keldi. Munbishning bexatarligini Amerika bilan Turkiya qo'g'daydi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Moskvada davlat ishlari ziyoratida bo'layotgan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu Amerikalik mansabdoshi Rex Tillerson bilan 19 martda Washingtonda o'tkazilgan uchrashuvda Munbishga aloqador masalalarning ro'shanlashadiganligini qayd qilib, asosiy prinsipning nupus nisbatiga qarab boshqarish salohiyati berish bo'lishi kerakligini, YPGning hech bir shaklda bu musobadan o'rin olmaydiganligini ta'kidladi. YPGning Munbishdan chekingandan keyin u yerda Turkiya va Amerika askarining turdiganligini, YPGning chekinish jarayonini ikki taraf nazorat qiladiganligini, Amerika Qo'shma Shtatlari va Turkiya oldi bilan bu modelni Munbishda yo'lga qo'ydiganligini, orqadan boshqa joylarga kengaytiradiganligini, bu Raqqa uchun, Firat daryosining sharqi uchunmi, YPGning kontrolligi ostidagi joylar uchunmi kuchga ega ekanligini,
mushu xil usul bilan bu rayonlarning bexatarligining kapolatga ega qilinadiganligini va barliq qadamlarning vaqt jadvaliga asosan tashlanadiganligini ta'kidladi. Tillerson vazifasidan elib tashlandi. Amerika prezidenti Donald Trump tashqi ishlar ministri Rex Tillersonni vazifasidan elib tashladi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Rex Tillersonning o'rniga Markaziy axborot idorasi CIA'ning boshlig'i Pompeo vazifaga tayinlandi. Pompeoning o'rniga bo'lsa Gina Haspel qo'yildi. Gina Haspel Markaziy axborot idorasining boshlig'i bo'lgan tunji ayol kishi bo'lib qoldi. Prezident Donald Trump Tillersonning vazifasidan elinganligini Twitter orqali uqtirdi. U Tillersonni vazifasidan qoldirish qaroridan keyin bayonot e'lon qilib mundaq dedi: Tillersonni vazifasidan qoldirish qarorini o'z oldimga chiqardim. Tillerson bilan Iran qatorliq nurg'un masalalarda fikrlarimiz bir yerdan chiqmadi. Tillerson bilan tushunchalarimiz o'xshash emas edi. Pompeoga to'liq ishonaman. Dastlabdan tartiblab Pompeo bilan yaxshi chiqishdik. Markaziy axborot idorasining tunji ayol boshlig'ining muvaffaqiyatli bo'lganligiga ishonaman. Prezident Donald Trump bilan tashqi ishlar ministri Rex Tillerson orasida Amerika tashqi siyosatidagi barliq muhim masalalarda degidak o'ttirg'i chiqqan fikr o'xshamasligining yaxshilash nihoyatda tez bo'lgan holga o'zgarishga boshlaganligi qayd qilinayotdi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan bir hay'at Kürşat Mijan apandini ziyorat qildi. 13 mart Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan bir hay'at İstanbul Alperen Ocaqlari raisi Kürşat Mijan apandini ziyorat qildi. Uzundan beri Sharq Turkiston xalqining yenida turib samimiy ansarlik qilayotgan İstanbul Alperen Ocaqlari raisi Kürşat Mijan apandining 8 mart kechda qurolli hujumga uchrash munosabati bilan Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan bir hay'at ziyorati bo'ldi. Ziyoratda Kürşat Mijan apandining Allohning iltifoti bilan qari niyatlarning hujumidan saq qolganligini tabriklash bilan birga uning tiniga salomatlik, xizmatlariga utuq tilashdi.